Nikoh ham rizq. Alloh taolo hamma narsani juft qilib yaratgan. Hayvonlar, insonlar va boshqa mavjudotlar o'z juftiga ega. Oila odatda muhabbat ustiga quriladi. Oila qurilgandan keyin farzand tug'iladi. Bola tarbiyasi oila bag'rida bo'lsa, maqsadga muvofiqdir. Bu borada Yevropa va Amerika mamlakatlariga e'tibor beradigan bo'lsak, u yerlarda oldin bir-birini o'rganish uchun yigit va qiz bir necha yillar nikohsiz birga yashaydi. Ba'zi holatlarda o'rtada farzand tug'iladi. Keyinchalik oilaning buzilib ketishi ehtimoli katta. Oqibatda farzand arosatda qoladi. Bu esa o'z navbatida bola tarbiyasiga salbiy ta'sir o'tkazadi. Biz musulmonlarda esa aksincha. Oldin oila quriladi, so'ng farzand dunyoga keladi. Ba'zi hollarda yana shu bola oilaning saqlanib qolishiga yoki mustahkam bo'lishiga sabab bo'ladi. Nikohli oilada farzandning tarbiyasi ham chiroyli kechadi. Chunki ota-ona birgalashib uni tarbiya qiladi. Ba'zi turmush qurish kechikib ketadi. Yoshlar turli arzimas sabablar bilan turmush qurmay yuraveradi. Bu musulmonlarga xos ish emas aslida. Bu musulmon jamiyatlarini parchalash, parokanda qilish uchun nomusulmon din dushmanlari tomonidan o'ylab topilgan yo'llardan biri. Bizning diyorlarda o'g'li qiz 18 yoshga kirganidan turmushga berish yoki uylantirib qo'yish harakatlari boshlanadi. Bu maqsadga muvofiq albatta. Lekin ba'zi hollarda yigit 30 ga yaqinlashib qoladi. Hatto 30 yoshdan o'tib ketish holatlari ham uchrab turadi. Bu ish yaxshi emas. Ba'zi qizlar sovchi kelmaganidan siqilib qoladi. Turli sabablarni qidirishga tushadi. Nikoh Alloh taoloning amri. O'zingizga yoqqan ayollardan 2 tami, 3 tami, 4 tami nikohlab oling. Niso surasi 3-oyat. Demak, uylanish Allohning buyrug'iga bo'ysunish, farzandning nikohsiz tug'ilishining oldini olishdir. Qarama-qarshi jins vakiliga, ya'ni ayol erkakka, erkak esa ayolga intilib yashashi insonning tabiatida bor. Bu nikoh bilan bo'lsa, ko'pgina gunohlarning va ko'ngilsizliklarning oldini oladi. Erkak va ayol birga yashaganidagina har biri o'zining zimmasidagi vazifani his qiladi va o'z jinsiga yarashadigan ishlarni bajaradi. Bu borada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday deganlar: Ey yoshlar jamoasi, sizlardan kim uylanishga qodir bo'lsa, uylansin. Chunki u ko'zni tiyuvchiroq va farjni zinodan saqlovchiroqdir. Agar kim qodir bo'lmasa, ro'za tutsin. Chunki u uylanishga bo'lgan hirsga to'siqdir. Shuningdek, nikoh insonlarning o'rtasida aloqalarni yaxshilaydi. Bir oila boshqasi bilan quda-anda bo'lsa, o'rtada qarindoshchilik aloqalari paydo bo'ladi yoki bor aloqalar yaxshilanadi. Hatto shu ikki oilaning qarindoshlari o'rtasida ham iliqlik paydo bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Va sizlarni o'zaro tanishishingiz uchun xalqlar va qabilalar qilib qo'ydik." Hujurot surasi 13-oyat. Noumid bo'lmang. Ba'zi qizlarning turmushga chiqishi qiyinlashib ketadi. Ba'zida bunga g'arazgo'ylarning qilgan issiq-sovug'i, jodusi sabab bo'ladi. Shuning uchun kelgan sovchi qaytib ketaveradi. Yana bir sababi, qo'ni-qo'shnilar yomon ko'rgani uchun eshik qoqqan sovchilarga qizni yomonlayveradi. Issiq-sovuq, sehr qilishgan bo'lsa, uni Qur'on va zikrlar bilan davolashga to'g'ri keladi. Hayotda yashalgan bir holat bilan tanishamiz. Turmush qurish haqida ko'p o'ylardim. Yaxshi insonga turmushga chiqib, baxtli bo'lsam deb orzu qilardim. Ko'p sovchilar kelardi, ammo ish oxirigacha bormasdi. Shundan keyin siqila boshladim. Doim iztirobda yurardim. Bir kuni g'alati tush ko'rdim. Tushimni eshitganlarning ba'zilari bu sehr ekanini aytishdi. Sehrning kuchini yo'qotish uchun ruqya qilish kerak ekan. Ijtimoiy tarmoqlarda sehrning kuchini yo'qotishning yo'llarini borligini bilib oldim. Shundan keyin kechalari turib namoz o'qiy boshladim. Istig'for aytardim. Sajdalarda uzoq duolar qilardim. Salovatlar o'qirdim. Kuniga zikr va duolarni qoldirmadim. Tungi namozlarni ham kanda qilmadim. Allohdan solih bir juft halol berishini so'radim. Alloh duolarim ijobatini ko'p kuttirmadi. Diyonatli, xulqi go'zal bir kishiga turmushga chiqdim. Hozir birinchi farzandimga homiladorman. Allohga hamdlar bo'lsin. Turmushga chiqishni bir necha yillar kutgandim. Hayotimda hech o'zgarish bo'lmagandi. Lekin zikrlar, duolar va tungi namozlardan keyin Alloh qisqa muddat ichida o'ylaganimdan-da ortig'i bilan siyladi. Hech qachon noumid bo'lmang. Duoda bardavom bo'ling. Biz orzu-istaklarimizni, xohishlarimizni xushu bilan namoz o'qib, ko'p zikr qilib amalga oshirishimiz mumkin. Siz Allohning yo'lidan yurar ekansiz, hech bir kishi sizning yo'lingizga to'g'anoq bo'la olmaydi. Aslo xafa bo'lmang.
Ba'zan bir qizning atrofidagilarning baxti ochilib ketaveradi-yu, o'zining ishlari yurishmaydi. Singillari turmushga chiqadi-yu, o'zi qolib ketadi. U aybi nimaligini o'ylab siqiladi. Aslida o'ziga bog'liq bo'lmagan sabablar ham bo'ladi. Buni o'z tajribasida kuzatgan qizning hikoyasini o'qib ko'ring. Yoshim 33 ga chiqdi. Singlim turmushga chiqib ketgan, lekin mening baxtim ochilmadi. O'zimga bo'lgan ishonchim so'ndi. O'zimdan ayb qidira boshladim. Kimdandir sovchi kelsa ishonmasdim. Qaytarib yuborardim. Singlim turmushga chiqqaniga 2 yil bo'ldi. Menga ham sovchilar keldi, lekin birortasi nikohgacha bormadi. Ba'zilari bir marta kelib qaytib kelmasdi, ba'zilari esa yarim yo'ldan qaytib ketardi. Siqilardim. Qattiq xafa bo'lardim. Ayblarimni qidirib, ularni tuzatishga harakat qilardim. Keyin istig'for va salovatning foydalari haqida o'qib qoldim. Hammasini qila boshladim. Nafl namozlar, istig'for va zikrlar, salovatlarni ko'p aytishni boshladim. Bir tush ko'rdim va uning ta'birini so'radim. Bir yaxshi yigit sovchi qo'yadi deyishdi. 3 oy o'tganidan keyin bir yaxshi dindor yigit sovchi qo'ydi. Lekin unga ham turmushga chiqa olmadim. Sababi u tezda turmush qurib, uzoqdagi uyiga ko'chib ketishni aytdi. Men esa yaqinda tug'adigan singlimga qarashim, unga g'amxo'rlik qilishim kerak edi. Singlimning ko'zi yoridi. Oradan 3 oy vaqt o'tdi. Yana sovchi keldi. O'zim yoqtirgan sifatlarga ega bir yigit edi. Meni ham hurmat qilishi ko'rinib turardi. Turmush qurdik. Alloh taolo menga farzand ham ato etdi. U zotga duolar qilib, butun oilamni, xo'jayinimni, farzandimni turli balo-qazolardan himoya qil, dunyo va oxirat yaxshiliklarini ber deb so'rayman. Hayotingizda biror narsa kechiksa, aslo xafa bo'lmang. Allohga bog'laning. Shunda Alloh albatta so'raganingizni beradi. O'zingizni istig'for va duo bilan mashg'ul qiling. Kechikkan narsa albatta sizga yaqinlashadi. Zikr va duolarning samarasi. Allohning amriga bo'ysunib, uning buyruqlarini bajarsangiz, faqat musibat tushganida emas, har doim Allohni zikr qilishga o'rgangan bo'lsangiz, barcha ishingiz oson kechadi. Bari ko'zingiz quvonadigan, sizni rozi qiladigan tarzda bo'ladi. Bir ayol dugonasining boshdan kechirganlarini hikoya qilib beraydi. Universitetni bitirdi, turmushga chiqmadi, yoshi 30 ga yetdi. Zikrlarni aytishga, Qur'on qiroatiga va nafl namozlariga qattiq bel bog'ladi. Alloh taoloning fazli bilan unga hamma hurmat qiladigan, solih, boy bir yigit sovchi qo'ydi. Yoshi ham bir-biriga yaqin edi. Mana 8 yildirki birga osuda hayot kechirishmoqda. 2 ta farzandlari bor. Bularning barchasi zikr va duolarning samarasidir. Unutmang, kenglik, xursandchilik va sizga keladigan baxt Allohning zikri bilan bo'ladi. Oson yo'l qidiring. O'zingiz xohlagan ishlarga yetishish uchun qiyin yo'llarni tutmang, oson yo'lini qidiring. Asosiysi ibodatda va Allohning zikrida bo'lasiz. Bir odam yaqin tanishining hayotini gapirib beradi. Ayolning yoshi 38 dan oshib ketdi. Shu yoshgacha turmushga chiqmagandi. Keyinchalik solih bo'ydoq bir yigitdan sovchi keldi. Xulqi go'zal, o'zi ham kelishgan bo'lib, yoshi 40lar atrofida edi. Ular turmush qurishdi. Hozir bitta farzandlari bor. Ayol doim Allohga duo qilardi. Solih bir juft halol so'rardi. Kech bo'lsa ham xayrlisi bo'ldi. Alloh taoloning eshiklari doim ochiq. Boshqasiga borib ovora bo'lib yurmang. U zotninggina eshigini taqillating. Uni rozi qilgan bo'lasiz. Sizlarga maslahatim, hech qachon siqilmanglar. Istig'for aytinglar, duo qilinglar. Shunda qalbingiz xotirjam bo'ladi. Uni qoplab olgan bulutlar tarqaydi. Alloh haqida noumid bo'lmang. Najot bu dunyoda bo'lganidek, u dunyoda ham bor. Alloh uni xohlagan bandasiga beradi.